Assalomu alaykum YouTube ahli. Navbatdagi darvozalar chiqib qolgan ekan. Birma-bir Abdulaziz akamni chuqurlikni ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum Abdulaziz aka. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi kelib oldingizmi? Rahmat aka. Birma-bir darvozalarni tanishtirib o'tingchi, bir ko'raylikchi. Xo'p, 3 ta bir xil tayyorlaganmiz, yana bitta Samarqand Farson darvozamiz bor, tanishtirib o'tamiz birma-bir. Bo'ldi aka, bo'lmasam. Qaysi biridan birinchi boshlaymiz? Mashinadan boshlab qo'ya qolamiz endi. Bo'ldi aka. Eng full variantda tayyorlangan darvozamizni tanishtirib o'tamiz. Xo'p, nirjivikalar bilan ishlab berilgan. Xo'p, razmerlari 3.45 ga, balandligi 3.70. Xo'p, taxiya qismlari endi bu Toshkentga ketadigan darvozamizni bo'lib qo'yilgan variant endi yig'a olmadik haliga. Bittadan like bosib qo'yinglar, jigarlar. Xo'p, materiallar bilan tanishtiradigan bo'lsam, 1.2 listdan tayyorlangan profillari 6x4, 1.3 stenkasi. Taglari shiveller, ikkita yoni 8x6 profildan bo'lgan. Xo'p, qadrdonlar, aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, listlariga holat bor, 1.2 deydilar. Oyog'idagi shiveller qo'yib beraman dedilar. Alohida nirjivikalarga e'tibor berib qo'yasizlar. Cho'tki. Abdulaziz aka, bu darvozani kvadrat nechi pul? Kvadratini 650 ming so'mdan tayyorlab ustonovka qilib beramiz. O'zbekiston istalgan yeriga. O'zbekiston bo'ylab. Bo'ylab, ha. Xuddi shu narxda. Shu narxda. Bo'ldi. Aloqaga chiqaverasizlar, qadrdonlar. Endi keyingi darvoza-chi Abdulaziz aka? Keyingi darvozamizga ham mana shu bilan bir xil chiqqan deyishingiz mumkin, lekin kraskadan ishlab berganmiz bu yerlariga, mana qora yerlariga kraska sepganmiz. Ozgina arzonroq chiqsin deganlarga shu darvozamizni tavsiya qilamiz. Kvadrat metrini 600 ming so'mdan qilib beramiz, xudo xolasa. Listlari 1.2 lik bo'ladi. Hop, profillar o'zgarmaydi, xudo xolasa. Shu qalinda ketaveradi. Bo'ldi. Qadrdonlar, aloqaga chiqaverasizlar. Kvadrati 600 ming so'mdan chiqadigan darvoza ekan. Like bosib qo'yinglar, jigarlar, like. Like, kommentariyada o'zingizni qoldiringlar. Musofirda yurgan aka-ukalarimiz ham bor-da bu yerda. Bizga doim telefon qilib so'rab turishadi. Akalar, darvozalarga bahosini berib telefon qilaverasizlar akalar, xudo xolasa. Bo'ldi, bo'ldi. Navbatdagi darvozamiz keyin. Navbatdagi darvozamizga shu ko'rib turganlar kommentariyada izoh qoldirishadi. Darvozamiz qidiga qana chiqqan darvozamizga bahosini berishadi kuzatuvchilarimiz. Xo'p, darvozamizga o'zgartirishlarni kiritib yuborganmiz bu safar. Juda. Samarqand fason deyiladi bu darvozamiz ham. Ne klassikami yo klassikami? Bittadan like bosib turinglar, jigarlar. Mana bu yerni qaranglar. Lazerda kestirilmagan bu yeri. Lazer deb o'ylashingiz mumkin. List o'zi mana. Orqasiga chang o'tib yopishib qoladigan variantdan saqlangan buni. Lazer gulga o'xshab cho'tki chiqqan darvozamiz. O'g'lar, qadrdonlar, cho'tki chiqqan. Samarqand fasonni o'zgacha dizayni. Xo'p, sharshavilarning o'rniga ko'rishlaringiz lazerda kestirilgan faktura berib qo'yilgan ekan. Xo'p, Abdulaziz aka, bu darvozamiz necha pul atrofida chiqadi? 1 kvadrat metri. Xo'p, 1 kvadrat metri materiallar bilan bitta tanishtirib olaylik. Ikkita yon taglar rossiyskiy shiveller. Xo'p, profillari 1.7 stenka, 6x4, 1.7 stenkasidan ishlatamiz. Listlariga keladigan bo'lsak, listlar 1.8 pilisovoy listdan bo'ladi, qalin. Xo'p, zamoglari afex zamog bo'ladi. Zubr ham qo'yib beraveramiz, zubr istaganlarga, xohlaganlarga. Xo'p, materiallar qalin bo'ladi. 1.300 ming so'mdan 2 qavatli varianti shu. Mana. Shunga qilib qo'yganman bu yerlarni ham. Hali taqir-tuqir bo'lib, ovoz chiqmaydi, xudo xolasa. Mana. Umuman ovoz chiqmaydi, xudo xolasa. Agar 3 qavatli variant tayyorlaganlarga, haliga tayyorlab ber deyishayotganlarga, orqasidan yana stiklovat solib shumka qilib beramiz. Xudo xolasa 1.5 million so'mdan chiqadi kvadrat metr unda. Xo'p, Abdulaziz aka, buni 2 qavatli varianti 1.300 ming so'mdan. Xo'p, tushundik. Endi bu darvozani 3 qavatli variant qilinadigan bo'lsa 1.5 million so'mdan chiqadimi? 1.5 million so'mdan chiqadi. Bu narx butun O'zbekiston bo'ylab amal qiladi-ya? Butun O'zbekiston bo'ylab va neytral zonagacha chet davlatlar ham aloqaga chiqaversin. Ustonovkasini ham qilib beramiz, xudo xolasa. Chet davlatlarga. Xo'p, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston chiqishaveradi aloqaga. Bo'ldi, o'rtoqlar, aloqaga chiqaverasizlar. Tojikiston, Qirg'iziston bemalol Xo'p, akamizga murojaat qilasizlar, cho'tki narxda cho'tki qilib chiqarib beramiz. Navbatdagi darvozamiz aka, tanishtirib o'tingchi.
Hop, navbatdagi darvozamiz ham shu high-tech uslubda shu kraskali varianti bu ham. Kraskali varianti. Ozgina qulayroq tushadigan variant. 500 mingmi, 600 mingmi, 1 millionmi rol o'ynab qolishi mumkin. Hamma odamning razmerlari haligi har xil bo'ladi-ku, ha. Hop, 1-2 lik listdan tayyorlaganmiz. 600 ming so'mdan tayyorlaganmiz buni ham. Toshkentga ketayotgan darvozalarimiz. Uchalasi ham, uchala ko'rsatib o'tgan darvozamiz ham Toshkentga ketyapti. Hop, mana bu Samarqand fason darvozamiz Marg'ilonga o'rnaydi. O'zimiz Farg'ona Marg'ilonga, vodiyga. Hop, aloqaga chiqaverasizlar. Yana zakazlarimiz bor. Ularni hali yasab ulgurmadik, xudo xolasa. Bo'ldi, Abdulaziz aka. Like bosib turinglar, jigarlar. O'rtoqlar, qadrdonlar, like, kommentariyada olovchalarni belgilab yuboringlar. Xo'p, darvozalarni ko'rishlaring mumkin. Idealni chiqqan. Bitta bahosini berib yuborasizlar. Qulay narxda, lekin hamyonbop kelishuv asosida 12 ta viloyatga dastavka ustanovkalarimiz bor deyapti akamiz. Akamizga aloqa qilib ko'rasizlar. Aka, manzilingiz qayerda? Manzilimiz Namangan viloyati 3 tumani Jidakapa qishlog'ida. Bo'ldi o'rtoqlar, aloqa qilib ko'rasizlar. Abdulaziz akamiz shular bo'ladilar. Xo'p. Tamam.